aytgani keldim. Adasi, O, sizga bitta gap aytmoqchi edim. tinchlikmi? Sizdan sir saqlab yurdim. Menga xiyonat qilganmisan? Yo'q, undan battar. Bundan battar nima bo'lishi mumkin? Sizni 5 yil oldin asrab olgandim. Tashqarida haqiqiy xotiningiz turibdi. Nima qilganman? Asrab olganman. Kechiring meni adasi. Kechirim so'rama mendan. Shuncha mehrim, shuncha qilgan orzularim, shuncha qilgan mehnatim, hattoki mana shu eshiklarni tozalaganim ham. Padarga senga tushundingmi? Men haqiqiy xotinim bilan yashayman.